Zamonaviy dunyoda barcha odamlar ko'p yumushlarni smartfon va onlayn xizmatlar orqali bitiradi. Shuning uchun biz ham Koreyada ishga borganingizda sizga asqotadigan foydali ilovalar va xizmatlar haqida ma'lumot bermoqchimiz. Koreyada eng keng tarqalgan messenger chat Kakao Talk. Koreyada Telegram va WhatsAppdan ko'pchilik foydalanmaydi. Agar koreys tilini ko'ngildagidek bilmasangiz, Naver Dictionary, Papago va Google Translate'dan foydalaning. Matn, ovoz va hatto suratlardagi yozuvlarni ham tarjima qilishi mumkin. Joylashuv xaritasidan foydalanish uchun Kakao Map va Naver Map yaxshi. Koreyada Google Map to'liq va aniq ishlamaydi. Shuningdek, metro uchun Subway Koreya, taksi chaqirish dasturi Kakao Taxi, poyezdlar uchun Koreil ilovalaridan foydalaniladi. Emergency Ready app dasturi esa favqulodda vaziyatga tushib qolgan chet elliklar xabar berish uchun mo'ljallangan. Deylik, siz necha soat ishlaganingizni hisoblamoqchisiz. Unda mehnat soatlarini hisoblash kalkulyatori platformasiga kirasiz. Hujjatlar, vizalar, murojaatlar uchun esa Hi Korea va e-People platformalaridan foydalanasiz. Tez tibbiy yordam, o't o'chirish va qutqaruv xizmati 119, politsiya 112, immigratsiya ma'lumot markazi 1345 raqamlarida ishlaydi. Davlat tibbiy sug'urta raqami 033 811 2000. Hatto o'zbek tilida ham javob berishadi. Seul chet elliklarni qo'llab-quvvatlash markazi raqami esa 02 22 29 49 15. Zamonaviy texnologiyalar imkoniyatlaridan unumli foydalaning. Yordam olish uchun Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligining ekrandagi bepul telefon raqamlariga yoki siz turgan davlatdagi vakolatxonasiga murojaat qiling. Agentlik vakolatxonalari mavjud bo'lmagan xorijiy davlatlarda fuqarolarga O'zbekiston Respublikasining xorijdagi diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari orqali yordam ko'rsatiladi. Bundan tashqari, huquqiy yordam Uzbot Telegram bot orqali ham bog'lanish mumkin. Agar O'zbekistonda bo'lsangiz, 1282 qisqa raqami yoki +99871 202 3355 raqamiga murojaat qiling.